أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga beadad durudu salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar. Bugun sizlarga har qanday kasal shifo topadigan oyatlardan tanishtirib o'tamiz. Inshaalloh Alloh qodir qilganicha. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va yashfi sudura qawmin mu'minina shifaa'un limma fis suduri va huddan va rahmatan lil mu'minina. Yahruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fiha shifaa'un lin-nasi. Inna fi zalika ayatan liqaumin yatafakkarun. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فيشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Ya'ni ma'nosi: mo'minlar qavmi qalblarga shifo beradi. Tavba surasi 14-oyat. Ey odamlar, sizlarga Robbingizdan vas nasihat, dillardagi narsa, shirk va boshqa illatlarga shifo va mo'minlarga hidoyat va rahmat keladi. Yunus surasi 57-oyat. Ularning asalarilarning qorinlaridan odamlar uchun shifo bo'lgan turli rangdagi sharbat, asal chiqur. Albatta bunga fikr yuritadigan qavm uchun alomat bordir. Nahl surasi 69-oyat. Biz Qur'ondan mo'minlar uchun shifo va rahmat bo'lgan oyatlarni nozil qilurmiz. Isro surasi 82-oyat. Kasal bo'lganimda menga shifo beruvchi udir. Shuro surasi 30-oyat. Ayting, ushbu Qur'on iymon keltirgan zotlar uchun hidoyat va dildagi ma'naviy illat uchun shifodir. Fusilat surasi 44-oyat. Yuqoridagi keltirilgan oyati karimalar shifo oyatlari hisoblanadi. Bu oyatlar ham kasalga o'qiladi. Har kasallikka shifo bo'ladi. Ayniqsa ruhiy tushkunlikka qarshi ko'p foyda beradi. Bu tajriba ila sobitdir. Bizga har qanday kasalliklarga shifo oyatlari chiqaring deb iltimos qilishgan. Mana shu oyatlar har qanday og'ir va yengil har qanday kasalliklarga shifo oyat. Xohlasangiz 11 marta, 7 marotaba o'sha kasalga dam uring, xohlasangiz yozib ichiring. Alloh albatta shifo beradi. Bu tajribada ko'rilgan. Aziz yurtdoshlar, hammani uyiga qut barakot, yaxshiliklar yog'ilsin, ikki dunyo saodatini bersin, kasallarimizga shifoi komil ato etsin. Shifokorlarning eng zo'ri Allohning o'zidir. Inshaalloh uyingizga qut baraka, yaxshiliklar yog'ilsin. Rahmat e'tiboringiz uchun.